Assalomu alaykum. Ustama Sharif kanali obunachilar yaxshimisiz? Sog'liq yaxshimi? Bugun xudo xolasa yana Sputnikda yana bir ish boshlandi. Sizlarga hozir obyektni ko'rsatishimiz mumkin. Endi hozir domam ul emas. O'rtacha obyekt. Tak, berimizdan 10 kilolik qozon, yanında рабочий stoli. Uyg'ulda mangalchidan bo'ldi. Yanımızda yine moyka joyi. Ben tarafında lekin рабочий stol yo'q. Xullas shu gibi bo'lib aylanib tushatilgan. Buni endi fasadi kafel ya granit bo'ladi, ha? Ya kafel ya granit bo'ladi, xullas ikkisidan birisi. Kliyentning o'rnida shu. Yine hozir maketini yasash jarayoni o'tdi bizada. Kimda kim shuning barbekü qudradon bo'lsa, mangal ocak qozon, shu ekrandagi nomerlarga chiqaverasiz do'stlar. WhatsApp, Telegram, Imo ishlab turibdi, shu nomerda musofirda bo'lsangizlar ham bemalol telefon qilaverasizlar. O'yingizga borib, ishni gaplashib qurib qo'yishingiz mumkin. İşimiz devam etadi, tomosha qilib boraveringlar, ko'rsatib boramiz ishlarimizni do'stlar. Sog' olasizlar, salomat olasizlar.